ma'lum bir kasallikka preventiv yondashuv deyiladi. Tushundingizmi? Biz har bir ayol va erkakni salomatligini joyiga qaytarib qo'yamiz. Tushuntira oldimmi? Chunki sog'lom ota-onadan sog'lom farzand tug'iladi. Tushundingizmi? Mana agar biz hozir 5 minutda homila bo'lishiga kuchli dorilar yozsam bo'ladi, nobud bo'lishi mumkin. Siz menga sog'lom farzand qo'lingizga olgani keldingiz, homilador bo'lgani emas. To'g'rimi? Homila bo'lishi mumkin, tushib qolishi mumkin, pnevmatичный bo'lishi mumkin, ichingizda nobud bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa nuqsonli bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun bizani hamma qilayotgan xatti-harakatlarimiz sog'lom farzand olishga qaratilgan. Va bizadan lecheniya olgandan keyin ko'pchilik boshqa qaytib kelmaydi, yana bola bo'lmayapti deb. Yana homilador bo'lib qoldim deb qaytib keladi agar eshitgan